5 qism. Shu kundan boshlab Dilshod mening yon telefonimga telefon qildigan bo'lib oldi. Biroq men dakki-dukkida edim. Chunki menga kelgan telefonni Hamid bilan qaynotam cho'qim bilmasligi kerak. Ko'z oldimdagi bu baxtni saqlab qolishim kerak edi. Bara men Dilshodning telefonini olmaydigan bo'ldim. Biroq shundaq vaqtlarda u qayta telefon uraveradi. Yana olmaganimda bo'lsa, uydagi muqim telefonga telefon qiladi. Bara uningdan jirginishga boshladim. Qo'sqimmi kundan kunga yo'g'inashga boshladi. Dal shundaq kunlarda Hamid menga telefon urdi. U yangi do'st topganligini, kechda uyga boshlab keladiganligini aytdi. Men tamoqqa tutish qilib, uzun o'tmay ular keldi. Hamid boshlab kelgani boshqa birisi emas, Dilshod edi. Hamid uni menga tanishtirdi. Men qasdan uni tanimasga silib oldim. Dilshod muchandurmadi. Men ko'nglimda o'yladim. U nimishqa uyimga keladi? U mening baxtimga to'sqinlik qilamdi. U shunday qilib, endi nimaga erishmoqchi? Men Hamidga aynan ahvolni aytsam, uning ko'ngli yerim bo'lib qolarmi? Shularni o'ylab o'tdim. Biroq Dilshod kundiki menga telefon urgan telefonda bo'lsa, sizni suyman, Barna, sizni bak sevgandim degandek gaplarni bak ko'p qiladi. Men shunday gaplarni anglaganimda uningdan texmi bezor bo'lardim. Uningdan bag'ansir jirginatdim. Bir qitim u telefon qilganda uyda say qo'rib o'tatdim. U telefon qildi, olmadim. Qayta uraverdi, olmadim. Oxiri uy telefoniga urganda qaynapam epdi. Qaynapam meni chaqirdi. Men telefonni elishimga Dilshodning sizni sevgandim Barna deyishi meni qattiq cho'chitdi. Nimishqa gap qilmaysiz? Sizni suyman Barna. Uning shunday gaplarni deyishlari meni sarasimga soldi. Men abla xato uribsiz deb telefonni uzatdim. Biroq bu ishni qaynonam sezib qolgan bo'lib, ortiq gapsiz qilmadi. Biroq tamoq yeb bo'lganda mono gapni qildi. Bayam telefon urgan kim? Men do'stim degan gapni aran deyaladim. Shu zaman u chalvaqab ketdi. Sizning oshingiz bor ekan. Qo'zingizga bola, uning bolasimi? So'ralgan savoldan qattiq cho'chib ketdim. Hamid bilan qaynotam menga qarab turadi. Men tushunmadim. Nima? Tushunmadim? Amsa telefondan yot bir erning Barna, sizni sevgandim, sizni suyman degan gapini qanday tushundirasiz? Yana nimaga xufsanlik qilasiz? Men gapimning oxirini deyolmadim. Hamid menga tikilib turadi. Men haqiqiy ahvolni aytmoqchi bo'ldim. Men gapimni boshladim. Men haqiqiy ahvolni aytay, biroq xato o'ylab qolmanglar. Men beshim bilan kapolatlik qila olmayman. Mening oshnam yo'q. Qo'zig'imdagi bola Hamidning bolasi. Biroq mening gapim tugagicha hech kimning so'zimni bo'lib o'tishi mendek qilinadi. Shunday qilib, men Dilshod ikkimiz o'tirsidagi ishlarni ularga dedim. Uni asabiylarcha yaxshi ko'rib qolganligimni, to'ydan burunqi uni izlab bag'inimni, qaysi kuni Hamidning uni do'stim deb boshlab kelganligini aytdim. Hamid shu zaman Dilshodga telefon urdi. Dilshod keldi. Hamma ig'ir sukutda edi. Hamid Dilshoddan so'radi. Sening Barna bilan nima munosabating bor? O mening muhabbatim, men uni yaxshi ko'raman. Men uni so'ramadim. Uning bilan nima munosabating bor deb so'rayapman. O mening qiz do'stim, uning qo'shiqidagi bola mening. U sendan ayrilib ketdi. Men uning bilan to'y qilaman. Bo'ldi, so'zlama. Hamid Dilshodni bir mush urdi.
va meni bir shapaloq silib, hozirla bu uydan ketishimni aytdi. Men yig'lab yalvarsammi, u qilchilik ishonmadi. Men Dilshodning yaqisiga esildim. U nakaz, sen meni vayron qilding. Men o'lsam seni hargiz kechirmayman. Men shundoq dedim-da, opamning uyiga ketdim. Kuz oylari bo'g'ash, yo'l bo'yidagi xazarlar shamolda chachqi bo'lib tushmoqda edi. Men o'zimni o'sha xazarlarda his qildim. Asta, ig'ir qadamlar bilan chuvilgan chachlarimni o'ngshimasdan opamning uyiga keldim. Opam nemish bo'lganini so'rab edi. Men yig'lab turib, bo'lgan ishlarni deb berdim. Opam qattiq yig'layotdi. Chunki u Dilshodning bundoq usulda o'ch elishini o'ylabmi boqmagan edi. Kunda o'ylaydiganim Dilshodning menga qilgan qiliqlari edi. O shundaqdimi menga telefon qilishni to'xtatmadi. Naqamga o'sh bo'lib ketyapti. Angbak ichim ochiq bo'ladigani Hamidning telefonimni olmasligi edi. Shu ko'ngilsizliklarni o'ylab, kundan kunga tushkunlashib ketdim. Dadam opam ko'p nasihatlarni qilsa-mu, qilcha qulog'imga kirmaydi. Oxiri Dilshod uyimizga meni izlab keldi. Biroq opamning til ahanatlaridan qo'rqib ketib qoldi. Hamiddan yanala qilchilik xabar yo'q edi. Bara-bara oy kunimga yaqinlashib qoldi. Kech kunduz o'ylaydiganim sog'-salomat yangi berish edi. Oxiri kutgan kun yetib kelib, ko'zim yoradi. Qiz tug'dim. Biroq Hamid kelib qo'yaymi deb edi. Onunga uchur yo'llagan bo'lsam-mu, inkas kelmadi. Shu kunlarda bo'lsa, Dilshod kundi kelib turdi. Biroq uning kelishini opam bilan men qarshi olmasam-mu, u yana yuzini qiylan qilib kelaverdi. Uning bundoq avara bo'lib kelib, nimaga erishmoqchi bo'lganini bilmasam-mu, biroq Hamidning yo'qligini u faqat bilindirmadi. Har qitim kelganida quruq qo'l kelmaydi. Opammi uni ko'rganda amdi chalva qilmaydigan bo'ldi. Shundoq kunlarda u menga bir gapni qildi. Barna, biz to'y qilayli. O'rnimizdan turgandan keyin Hamiddan ajrashib keting. Vayron bo'lgan baxtimizni qayta qo'lga olayli. Gerçi Ra'no menga o'z bo'lmasmi, uni sizni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'raman. Uning dilini og'ritmayman. Siz nima da'vatisiz? Qalbimda sizga nisbatan muhabbat qolmadi. Bizning ishimiz burunla tugagan Dilshod. Men yanala Hamidni yaxshi ko'raman. Shunga sizdan o'tinishim, haqiqiy ahvolni Hamidga deb, mening pokligimni qayta qo'g'dab qiling. Men Hamidga tava. Bu Hamidning bolasi. Meni unutib ketding. Men sizni burunla unutib ketganman. Yo'q. Men sizni qo'sh-qo'llab haqqi berib atamdim. Men sizni yaxshi ko'raman, Barna. O qat'iy irodaga kelgan bo'lib, meni qat'iy bo'sh qo'yib atmaydiganligi aniq edi. Mening uningdan qutulmag'im tas edi. Menda uningga nisbatan qilcha muhabbat qilmagan edi. Ko'nglim yerim bo'lsa-mu chandirmadim. Kunlarim Hamidni seg'inish, bolaning kiyimlarini almashtirish, uxlatish, tamoq yegizish qatorliq ushaq ishlar bilan o'tib ketyapti. Kunlar birining kaynidan biri qo'g'lashib, mana qizim Ra'nomi 3 oylikdan eshibdi. Shundoq kunlarda Hamidning sud xatini topshirib oldi. U mendan ajrashish uchun sudga arz sungan ekan. Bu azobni qanday qilay? Men jinim chiqib ketsa-mu ajrashmay qilishni o'yladim. Biroq qanday usul bilan qilishni bilolmadim. Kunlar shu tariqada tez o'tib, sudma echildi. Men sudda ikkimizning qizi borligini, bu bolaning kimning beqishi kerakligini o'ttirga qo'ydim. Hamid bo'lsa, bu bolani e'tirof qilmadi. U bu bola mening emas debla gapida ching turib oldi.
Sotdan onunğa isbat ko'rsat deganda bo'lsa, o Dilshatni ep chiqdi. Dilshat bu balaning o'zining balasi ekanligini, meni bo'lsa burunqi loyiqim deb tanishtirdi. Men bu javobdan o'shimdan ketgila qil qoldi. Shunda qilib, men xalqi olam oldida napak ayol, eridan yuz o'rgan, sirtdan homildor bo'lgan nomussiz ayol ataldim. Men bu batnomlarni ko'tarib nega boray? Kallamda chaqmoq tezligida o'lim aks etdi. Qizim Ranani Dilshatga topshirib berib, o'lmoqchi bo'ldi. Men bir parcha xat yozdim. Xatga monolarni yozgan edim. Dilshat, Ranani sizga topshirdim. Chunki mening bu kunga kelishimga siz sababchi. Siz sabablik men baxtimdan ayrildim. Yana siz sabablik nurg'un ahonatlarga qoldim. Bu ishlarning sababkori siz bo'lganligingiz uchun men ushiqlik qilish orqali bolamni sizning tarbiyalab cho'ng qilishingizga topshirib bermoqchi. Shuning uchun men bolamni sizning opangizga olib beraman. Ham bu balaning sizning bolangiz ekanligini aytaman. Balkim opangiz mendan yaxshi bolamni tarbiyalab cho'ng qilishingizga yordam bera olishi mumkin. Shunga bolamni sizga topshirdim. Men bo'lmasam holidan obdan xabar ib qo'yasiz. Endi menga kelsak, men o'limni tanladim. Chunki men baxtdan ayrildim. Men bu ahonatlarni ko'tarib hayot yashayolmayman. Lekin birla eg'iz gapim, sizni mangu kechirolmayman. O'limimning sababchisi siz. Siz bo'lg'ashqila men o'limni tanladim. Shuning uchun men sizdan nafratlanaman. Xo'sh, men ketdim. Omon bo'ling. Xitimni musiyada oxirlashtirib, bolamni yo'gakiga mahkam yo'gadim. Dilshatning uyiga qarab mangdim. Dilshatning opasi shahar turmushiga ko'nalmaganligidan yana heliqi yezidagi ko'ni uyiga berib olgan edi. Men bolamni elib, ularning mahallasiga qatnaydigan avtobus bekatiga bordim. Va biletdan birini elib, ularning uyiga qarab yo'lga chiqdim. Yo'l bo'yi nurg'un xiyollarni qildim. Ularning uyiga qayriladigan kichik yo'lda tushib qoldim. Bu yo'l yana burunqidaglar to'pi edi. Men tizimgacha to'pi kechib, astag'ina ketib bordim. Oxiri Dilshatning uyiga yetib keldim. Dilshatning opasi meni ko'ribla yana burunqidak oldimga choy rasladi. Men bo'lgan ishlarni uningga faqat demadim. Faqatla quchog'imdagi Ranani bo'lsa, bu Dilshatning bolasi deb uning qo'liga tutqizib qo'ydim. O'mi nemish bo'lganligini bilmay qoldi. Mening o'zim safarga chiqdiganimni, shunga bolaga qarab qo'yishni aytdim. Ham qo'limdagi xatni Dilshatga berib qo'yish uchun uningga berdim. Amdala bir yoshga kirgan bolamga ko'zam qiymasimi? Tashlab qo'yib ketib qoldim. Nega berishimni bilmaydim. Balkim Dilshatning opasi Dilshatga telefon urgan bo'lishi mumkin. Men avtobusga chiqmay piyoda ketib bordim. Oxiri piyoda bir ko'rikning bo'yida to'xtadim. To'xtamay do'lqinlab eqiyotgan lay suvga qaradim. Suvga qaragan sari hammadan ko'nglim sovib, hamma narsadan voz kechib, o'zimni tashlag'im keladi. Qanchalik turganimni bilmayman. Nurg'un ishkilnish bilan turib qoldim. Nurg'un ishlarni o'yladim. Bolamni, Hamidni, ota-onamni o'yladim. Men o'lib olish niyatimdan yandim. O'lib olsam, baribir men napak, buzuq ayol hisobida ketib qolardim. Men cho'qim o'zimni oqlab chiqishim kerak edi. Men shularni o'ylayotganimda Dilshatning qayoqdan paydo bo'lganini bilmadim. U menga qattiq vaqirdi. Berna sarang bo'ldingizmi? Nima ish qilmoqchi?
Şundaq, men sarang boldum. Men aqtırıplı qarlandım. Balamnımı başqalar özünün qılıb alsa, men sarang bolmay kim sarang bolatdi? Sana lazımı balığı. Balınımı sana verdim. Endi meni ana qo'y. Yo'q, siz o'lsangiz bo'lmaydi. Bundaq saranglik qilmang. Siz o'lsangiz men qanday qilaman? Men ölmesem qandaq yaşayman? Xalqlarning yuziga qandaq qarayman? Meni deb Hamidmi azar edi. Ota-onamning beshi kishilarning oldida pas bo'ldi. Shuning uchun men o'lsamla ular azobdan biroqli qutuladi. Sizmi murodingizga yetasiz. Sarang bo'psiz. Ular sizning bundaq qilishingizga arzimaydi. Ish qilib men uchun arziydi. Siz mening o'limimga shohid bo'lasiz. Siz guvoh bo'lib qiling-ki, men Berna o'z ixtiyorligim bilan o'lib oldim. Shundaq debla ko'rikning reshatkasiga esildim. Dilshatning chiroyida qon qonmadi. U qo'rqqan edi. O'lik ovozda: "Unda qilmang Berna, unda qilmang. Siz nima desangiz shuni qilay. O'tinib qolay Berna, unda qilmang." O qattiq esa deb yig'layotdi. Men uningga shart qo'yib, niyatimdan yandim. O shartimga qo'shildi. Birinchi shartim: haqiqiy ahvollarni hammalarga aytasiz. Ikkinchi shartim: siz buzayotgan nikohimni asliga akilib berasiz. Uchinchi shartim shuki, ota-onamning obro'yini to'liq asliga keltirasiz. Men uning bilan berib, balamni elib oldim. Uyga kelsam, ota-onam mendan ansirab o'ltiribdi. Ularmi ortiq gap qilmadi. Sevimli tangsharmanlar, Dilshat rostilla Bernadan voz kechami? Buningga qiziqsanglar, diqqatinglar asarning davomida bo'lsin. Men seni dilden yürekten bilmeysen hiyalim sende lahama. Belki sen beperva karab söygünge unuttum
6-qism. Bugun Dilshatga telefon urdim. Dilshat mashinasini haydab keldi. Men balamni elib Hamidning uyiga bordim. Dilshat men bilan birga kirdi. Men eshik qo'ng'irog'ini bosganimda eshikni qiynanam ochdi. O ortiq gap qilmay bizni uyga boshladi. Uyga kirgandan keyin Dilshat qiynanamga haqiqiy ahvolni aytdi. Biroq qiynanam qat'iy ishonmadi. Ham mundaq dedi. Men ishonay, mayli ishonmay, sizlar baribir kechikdinglar. Chunki kelar hafta o'g'lim Hamidning to'yi bo'ladi. Endi sizlar kelib avara bo'lmanglar. Yo'q. Illik vaqirib etdim. Ham esadab yig'lab ketdim. Qiynanam yeshimni surtib turib aytdi. Qizim Barna, ba'zi ishlarni men tushunmayman. Sizlar ajrashib ketdinglar. Endi o'g'limni avara qilmang. O bu to'yga bakmu tasda qo'shilgan. Men uning to'yining buzilib ketishini xohlamayman. Sizmi endi mushu Dilshat bilan uy tuting. Qarasam, o sizni bak yaxshi ko'rdi ekan. Men hech nima deyolmadim. Balamni elib mengish oldida uyning hamma yeriga sinchilab qaradim. Ana, oshxona uyda Hamid menga qach yuvishib beryotdi. Ana, Hamid mening to'shimni kaydirib qo'yibdi. Og'zimga meva silib qo'yibdi. Men bilan kresloda o'ltirib, Koreya filmlarini ko'rishib beryotdi. Men eng oxirgi qitim uning simasini ko'rib qaytib chiqdim. Uydan chiqibla ruhim chiqib ketgandek bo'lib qoldi. Dilshatning tasallilarimi, balamning qiyqirab yig'lashlarimi qulog'imga kirmadi. Butkul asyadim Hamidda edi. Men qanday qilishim kerak? Endi qandaqmi qilaman? Nega berib, nada turishim kerak? Ranani qanday qilaman? Qizim, dadasiz kimlarga talmarib yura? Men cho'qim Hamidni qaytarib kelishim kerakdi. Dilshat bilan billa Hamidning ish o'rniga bordim. U ishdan tushmabdi. Shuning bilan uni saqlab turdim. Hamid ishdan tushib chiqdi. Uni ko'rdim. Uning oldiga yugurib bordim. U meni ko'masga soldi. Uning ismini tovladim. Hamid. O anglamasga selib oldi. Dal shu chaqda Dilshat uning belikidan tutib, uningga dedi. Ey, Bernasini chaqiryapti. Chaqirsin imkorim, yo'lni bo'shat. Ketishdan burun sana deydigan gap bor, shuni men bilan mang. Nima gap bo'lsin mush yerda? Ranasining balang, mening Berna bilan hech qanday munosabatim yo'q. Bu gapingga hech kim ishonmaydi. Dal shu chaqda men gap qildim. Shunda hech kim menga ishonmaydi. Chunki meni yaxshi ko'radigan, menni suydigan odam ishonmagan yerda kim menga ishonsin? Hamid, agar yana ishonmasangiz, Ranani doktorxonaga olib tekshirib beqing. Buningga ishonmasangiz, men o'lim orqali pokligini isbotlab beraman. Shundaq debla Ranani Dilshatga tutqizib qo'yib, cho'ng yo'lga chiqdim. Jiroqdan kelayotgan bir yuk mashinasini nishonlab turdim. Mashina yaqinlab kelishiga men ko'zimni yumibla o'zimni otdim. Biroq bir kuchli qo'l mening belikimdan tutib olg'ashqa, men davomlashtirolmadim. Keynimga burilib qarag'animda bo'lsa, meni tutib olg'ani boshqa bir emas, dal Hamid edi. Shu an ko'zlarimga sig'i olashdi. Shu zaman uning bag'riga o'zimni otdim.
Omu meni mahkam quchoqladi. Dilshod Ranani tutib, men tarafga qarab kulib turardi. Shu kuni Hamid Rana ikkimizni uyga elib keldi. Qiynonam meni ko'ribla chiroyi o'zgarib ketdi. O Hamidga qarab: "Balam, bu nemish? Bernani nemishga akelding? Sen bu shunday qilib nimaga erishmoqchi? Bilib qo'y, o'tmish qaytalanmaydi. Ketgan vaqt keyniga qaytib kelmaydi. Shunga endi bu o'yinlarni yig'ishtirib olinglar. Sizlar ajrashib ketgan. Shunga sizlarning ishinglar endi qayta amalga oshmaydi." Apa, men Bernani yaxshi ko'raman. Rana mening yurak paramkan, men hamma ishni endi bildim. Shuning uchun men uni tashlab qo'ysam bo'lmaydi. Apa, shung baxtimga to'sqinlik qilma. Nima? Men sana texi baxtingga to'sqinlik qildimmi? Zumratga nima deysan? Uning ota-onasiga nima deysan? Unutib qolma, sen-chu hozir qonuniy jihatdan Zumratning eri. Bilman apa, bugun berib ularga haqiqiy ahvolni aytaman. To'xta. Haqiqiy ahvolni ularga aytishdan burun Ranani tekshirtib baq. O sening qizingmi emasmi? Ma'qul apa. Shu kuni men Hamid bilan doktorxonaga bordim. Rana qizimni tekshirtdik. Tekshirish natijasi chiqdi. Tekshirish natijasida Rana Hamidning o'z qizi bo'lib chiqqan edi. Hamma ish oshkorlandi. Shunga shu xo'shalligimizda uyga keldik. Qiynapam Ranani bag'riga besib yig'lamoqda edi. Voy omaq navram, meni kechir. Haqning gibiga kirib, sendan tinibdimiz. Seni bir haqiqatimi ko'tarib boqmabdiman. Omaq navram. Qiynanam menga qarab: "Berna qizim, meni kechir. Ko'nglingizga nahaq azob beribdiman. Ota-onangizga qattiq tegibdiman. Xolasangiz Ranani elib uyingizga qaytib tursangiz. Biz Hamid bilan Zumratning ishini tugitib, andan sizni uyimizga qaytirib akilib olaylik." Men qo'shildim. Uyga Hamid akilib qo'ydi. Uyga kirsam, Dilshod, opam, dadam meni saqlab turibdi. Ularning chiroyida xafaliq aks etib turardi. Opam mendan so'radi: "Nega bording? Hamidning uyiga bordingmi? U yerga berib, nima xo'shallikqa erishding?" "Appa, men baxtimni qaytirib oldim. Ular Hamidning to'yini bekor qilib, meni olib ketadigan bo'ldi. Men bax xo'shal." "Biroq sen bizning hissiyotimizni o'ylab baqdingmi? Ular seni qo'g'lab chiqarib etgan-ku. Ajiba sen shularni unutib qoldingmi?" "Unutib qolmadim. U chaqda hech kim haqiqiy ahvolni bilmaydi. Shunga ulardan og'rinmayman. Men balamning dadasi uchun bo'lsa-mu, bu xo'rliqlarni unutib ketdim." Opam ortiq gap qilmadi. Dilshod ketdi. Dadamni kutubxonasiga kirib ketdi. Menmo hujramga aram elish uchun kirib ketdim. Arliqdan 3 kun o'tganda Hamid menga telefon berdi. U meni tamoqqa taklif qilgan edi. Men kechda Ranani elib boradigan bo'ldim. U meni og'ili keladiganligini aytdi. Men qo'shildim. Soatimga qarab etib, tayyorlik qilishga boshladim. Chechimni yo'yib quritib, aynak oldiga kelib o'ltirdim. Yuz terimning bo'p ketganini necha kunlardan bo'yin tuzukrakmi girim qilib boqmag'achqa shundoq bo'lgan o'xshaydi. Shundoq o'yladim-da, tujibilab turib girim qildim va yangi kiyimlarimni kiyib yasandim. Aynakka bir qarab etgandan keyin Ranag'imo yangi kiyimlarini kiydirib, cho'nglarning qishig'i chiqdi. Opam chaqchaq qildi. "Voy, buncha yasanib nega mangding?
Dilshod seni tanıyamay qolmasa yana. U meni Dilshod bilan ko'rishgili mangdi deb o'ylab qoldi bo'g'ay, so'zini davom qildi. Bo'lsa, to'yingni qilib o'tayli balam. Dilshodmo sening holingdan xabar oldi. Ranag'imo o'z bolasidek muomala qildi. Bola cho'ng bo'p ketsa, Dilshoddan yetirqaydigan bo'p qoladi. Mushu vaqtda intayin bilan Dilshodmo uni o'z qizidekli ko'rdiganga va'da bergan. Shunga endi keyniga so'ramay, bugun to'yning gapini deyishibli kala. Dal shu chaqda eshik qo'ng'irg'a besildi. Apam eshikni ochib, hang-tang qoldi. Apa, yaxshi turdingizmi? Hamid shundaq dedi-da, apamga qo'lidagi so'lyav xaltalarni tutqizdi. Apam joyida turibla qoldi. U uyga kiribla Ranani quchog'iga elib akilatdi. Apam so'z boshladi. Ha, asli ishkinglar deyishib qo'yishdikansizlar-da. Shundaq apa, o'zimizning bolasini o'zimiz boqayli. Men faqat shuni deyaladim. Apam turib ketib, sen tatqan ko'ngil og'riqi ozmi? Sen shularni unutib qoldingmi? O bir haqitim kelib ahvolingni so'rab baqdimi? Sen bugungi kunlikda shu xo'rliqlarni birdamdala unutib ketdingmi? Yo'q, men unutib qolmadim, apa. Lekin bu ishlarda Hamidda gunoh yo'q. Chunki men boshqalar tarafidan qari bo'lgan. Bu qara Hamidning ko'zini to'sib olgandi. Men burunqi ishlarni unutib ketdim. Shunga, apa, o ishlarni senmi unutib ketgan? Apa, meni kechiring. Men vaqtida sizlarni yo'qlab tura olmadim. Bolamning holidan xabar ola olmadim. Berna bilan Rananing eg'irini sizga soldim. Sizmi oz bo'lmagan azoblarni tatdingiz. Buningdagi holingizdan obdan xabar olaman, apa. O'g'illik burchimni to'liq ado qilaman, dedi Hamid. Apam kulib turib, sizlar bundaq da'vatgan yerda meningmi boshqa fikrim yo'q. Faqat sizlar baxtli bo'lsanglar, menmi xushal bo'laman, dedi. Biz apam bilan xo'shlashib, kechlik tomoqqa keldik. Biz kelganda Dilshod bilan Zumrat kep bo'ptikan. Zumratni burun Hamidning idorasida ko'rgan edim. Onun ustiga u bizning to'yimizga kelgan bo'g'ashqa uni asalla tunib oldi. Hamid oldi bilan so'z boshladi. Oldi bilan Zumrat bilan Dilshoddan kechirim so'rayman. Chunki Zumrat men bilan ajrashib, Bernani qayta amrimga elishimga yo'l hozirlab berdi. Dilshod bo'lsa, Bernani mening yenimga akilib berdi. Men shuning uchun har ikkalariga samimiy rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat degidek yetish yo'q. Berna hadamni ep kelib elib, menimi xush qilyaptingiz. Menga baxtli bo'lib ketinglar. Zumrat shundoq dedi. Allah so'p qolsin, dedi. Biz birlikda tomoq yedik. Tomoq yeyilib bo'lgandan keyin hisobat qilinib bo'lib, Zumratni Dilshod meni Hamid opirib qo'ydigan bo'ldi. Shundoq qilib biz xo'shlashdik. Hamid asta mashina haydayotdi. Rana bo'lsa quchog'imda tatliq uyquga ketgan edi. U bizning uyning oldiga kelganda mashinadan tushmoqchi bo'lganimda qo'limni tutdi. Bir xil illiq sezim ichida allaylanatdi. U yuzimni qo'li bilan o'ziga qaratdi va o'tliq lavlarimga bosdi. Qag'jirab qurib ketgan lavlarim suygining shirin sharbatida sug'urilgan edi. Asta o'zimga qaytib uni ichtadim va uningga: "Men to'y qilmagan qiz, unda qizimiz bo'lmaydi", dedim erkilab. O menga: "Amsi bu bola nerdan kelgan? Siz rost to'y qilmaganmi?" dedi, xo'ylanib turib. "Aski, bak askikansiz", dedim. Andin balani elib mashinadan tushdim. O mashina darisini tushirdi. Men ingshib turib uningga bo'sh ovozda dedim: "Dadasi, sizni suyman." Men uyga kirib ketdim. Shu ishlar bo'lib, arliqdan
hafta o'tgandan keyin Hamid menga telefon berdi. Shanba kuni elchilar keladiganligini aytdi. Men bu xabarni opamga dedim. Opam yaxshi tayyorlik qildi. Menmo ancha-muncha opamning tayyorliklariga yordamlashdim.